to'g'ri tormiz. Nima tormiz? Siz tormiz, bering tormiz. Voy. Mana? O, ana qizni ko'ryapsizmi? Qarang, mashinasi buzilib qopti. Mana hozir jentelmenligingizni ko'rsatadigan vaqtingiz. Tushing, tuzatib beramiz. Ustoz. Shoshvonma. Odamdan yaxshilik qoladi, Sirochika. Kechirasiz, yaxshi qiz. Yordam kerak emasmi? Garchi qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam ta'rifinga Aptekachi singlimku, radnoyim. Radnoyim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuring, ketamiz. Qoch. Men jentelmenman, yordam berishim kerak. Menga joydari bor yoqadi, jentelmenlik yoqmaydi. Yuring, ketaylik. Sizni menga Xudo yetkazdi. Mashinam buzilib qoldi, qarang. Xudo meni ham yetkazdi bularni olib ketishim uchun. Bizda buni to'g'rilab beradigan. Qani qochingchi? Ketayotganda o'zidan-o'zi o'chib qoldi. Yaxshi ham keldinglar, opa. Opa? Qatta opa ko'rasiz? Men sizdan kichkina bo'lsam kerak. Nima jahl qilyapsiz? Asabam ketibdi. Ketibdi. Nima ketibdi? Shlank uzilib ketibdi. Ular boshqatdan qo'yib yuborish kerak. To'g'rilaydi. Nima qilmoq hozir? Ko'p gapiryapsiz. Kulchi. Nima bu? Ключ? Qaysi biri ключ? Men ruskiy qizman. Ruschada ключ bo'ladi bu. Ey, ключ. Buni motorga nima aloqasi bor? Motorga tiqib buraymanmi? Nima buni? Rus tilida ключ bo'ladi. Xafa bo'lmang, opa hayajonlanyapti. Yana opa deydi-ya. Sizdan bo'la qoling, mashinalar yoqib qoldimi yoki? Ushmishlar bo'pti. Siz gapirmang, hammasi sizni bo'tdi o'zi. Tinchgina yashab yurdik. Qattiq qoldi hayotimizda. Mana hayot o'zingizlar kirib keldinglar, yordam kerakmi deb. Boshqa yo'lda buzilsa bo'lmaydi ishiniz. Ammo har kun yuradi yo'lim. Uzr, lekin keyin Sirdaryoda aylanib o'taman, bo'ladimi? Qashqadaryoda aylanib o'ting, xo'pmi? Yoki Surxondaryoda. Bo'pti, suv bering. To'g'rilaylik. Hozir. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Men tushunmadim sizlarni. Voy. Voy. Ko'tar kapot. Hayolimdamidi? Jinnimisan siz? Qizlarga qarash ko'rsatamaysiz siz. Qanaqa qizlarga qarash? Hayolimda bo'lsa ham qaramaysiz. Tushing oldimga. Bo'ldi, haydoring mashinangizni to'g'rilab. Rahmat. Ey, hamma yo'lni rasvo qilding. Esku, hayolimda bo'lsa ham qarasiz. Voy tavba. Faqat shuni qarashchilarmi? Hamma qizlar shunaqami?